15-ci bab. Osmonda zo'r ham hayron qolarliq yana bir karomatni, ya'ni oxirgi 7 xil baloyi ofatni elib keladigan 7 farishtani ko'rdim. Xudoning g'azabi bu baloyi ofatlar bilan oxirlashatdi. Men yana o't oralash, xrustal dengizidek bir ko'rinishni ko'rdim. Uning yinida devi ustidan g'alaba qilganlar, ya'ni deviga ve uning heykeliga cho'qinmagan ham uning nomiga vakillik qiladigan raqam bilan muhrlanmaganlar turatdi. Ularning qo'llarida Xudo bergan chiltarlar bo'lib, bular Xudoning qismatkori Musoning naqshini ham qo'za haqidagi naqshini aytishatdi. Hammaga qodir Parvardigor Xudo, qilganlaring ulug' va karomatdir. Ey butkul xalqlarning podshohi, yo'llaring odil va haqdir. Ey Parvardigor, sendin qo'rqmaydigan kim bor? Nomingni matilmaydigan. Chunki yegona, muqaddas o'zingdirsan. Kelib butkul xalqlar sana sajda qilgusi, chunki oshkora bo'lg'ach qilganlaringning haqqoniyligi. Uningdan keyin arishdagi ibodatxonaning, ya'ni ahdi chedirining ichilganligini ko'rdim. 7 xil baloyi ofatni o'z ilkida tutgan 7 farishta, pokiz ham parqirab turadigan kandir raqtun to'n kiygan, ko'ksiga oltin kamar bog'lagan holda ibodatxonadan chiqdi. 4 tirik maxluqning biri 7 farishtaga abadil abad yashaydigan Xudoning g'azabi bilan to'lgan 7 oltin chinini berdi. İbadetxona Xudoning ulug'ligi va qudratidan tutun bilan to'ldi. 7 farishtaning 7 baloyi opti tamam bo'lmag'icha hech kim ibodatxonaga kirolmadi.